İmom Buxoriy hazratlari. İmom Buxoriy hazratlarini otalari o'layotgan, qazo qilayotgan vaqtlarda aytgan ekanlarki, la a'lam fi jami'il mali dirhaman min shubhatin. İmom Buxoriyning otalari aytadilar. Yaxshi deb o'ylaydi. Ya'ni mol dunyoning barchasida bir dirham ham shubhadan, ya'ni halolligi, muaniq narsadan borligini bilmayman deganlar. Ko'ryapsizmi? Bir dirham, bir tanga ham shubhali narsani topmaganman deyaptilar. U harom demayaptilar. Shubhali, ikkilamchi narsani topmaganman deyaptilar. Mana shu natijasida Imom Buxoriy dunyoga kelganlar. Hozir Imom Buxoriyning yozgan asarlari Qur'ondan keyingi asl manba bo'lib turibdi. Nima uchun biz zurriyotimizda mana shunaqa dunyoni zirrillatadigan olimlar chiqmayapti? Nima mana shu Termiziydek, Buxoriydek insonlar chiqmayapti? Nimaga olimlar chiqmayapti? Sababi kimda ekan? Sababi o'zimizda. Topayotgan rizqimizga e'tibor bermayapmiz. Shubhadan qo'rqmay qolyapmiz, mubohdan qo'rqmay qolyapmiz.